Azlar qishloqdan sekin chiqar ekansiz ishxonaga Saratovga borib direksion pul ishlab kelay degan niyatda. Ona qo'shnilar mana hozir Rahmatullo ukamizni uyining oldidan o'tamiz. Hozir sekin chiqyapmiz mana shu daraxtlar ortida Rahmatullo ukamizning nimasi bor. Anjonli ukamiz endi uborkalarni boshladi-ku. Mana uyini ochib qo'yibdi o'sha. Mana ko'ryapsizlarmi? Daraxtzorlarda mana shu ichida edi, mana uyini ochib qo'ydi. Daraxtlarni yonida butalarni kesib, mana uy atroflarini ochib, ancha yerlarni o'rib tashagan, mana hovlilarni o'rgan. Chiroyli qilib qo'ygan. Uyda kichkintagina miniatyurnagina uyi bor, 60-70 kvadrat. Videolarimizda endi ketdik sekin. Videolarimizda o'tin urmanglar, shu yerga borib ham o'tin urasizlarmi degan rosa jonkuyar, tabiat jonkuyar insonlarimiz chiqdi. Allohga shukr, shunday insonlar ko'p bo'lsin. Ammo tarvaqaylab degan so'z bor, yaxshi bilganlar bo'lsa, tarvaqaylab ketgan o'tinlar, nimalar bor, daraxtlar bor, urug'lar yonidan tushib nima qilib ketgan, qarovsiz tarvaqaylab ketganda xullas. O'shalarni endi o'zbekchaga tarjima qilmaylik. O'shalarni olib tashlashni maqsad qilib aytgan edi. Kattalarini emas, katta daraxtlar sal u taraf, bu taraf uyiga xavf tug'diradigan nimalarni aytgan, ma'noda aytgandik. Endi bizning uyda ham, o'zimizning uyda ham shunaqa o'ta qol endi mashina kelyapti. Katta ko'chada sig'may qolamiz. Nima qilgan edik? Mana yonimizda mana shu Rahmatullo ukamizning yonida mana shunday ko'li bor. Ko'lcha bor. Bu tarafida ham bor. Endi men qanday video ko'rsam mana shu yerga mana yon. Bu ikkinchi uyda-da. Mana shu yerda baliq bor, boshqa bor. Daraxt masalasida o'sha kultalarni, uyga ziyon yetadiganlarni kesishni maqsad qilib aytgan edik. Biz ham shunaqalarni kesib tashladik. Mana orqasida mana shunday polya. Mana shu Rahmatullohni tilla bolamizni mana shu orqasida katta yonida to'yist. Uni nariga ham ketgan, pastiga qarab ham ketgan. Mana shunday salqin nimalar bor. Meni bitta hech kim qochib ketgan edi choqa. Mana mol boqyapti odamlar. Ukamiz ham molni ko'paytirsa agar shu yerda nima qilsa bo'ladi. O'tlarni o'rib, endi tekis qilish kerak-da, keyin mana bu kerak emas daraxtlarni olib tashlab, o'rniga mevali daraxtlar eksa, mana yaxshi bo'ladi. Bizning uyda ham butunlay olib tashlaydigan daraxtlar ko'p, olib tashlab, oldinga olcha ham bo'lgan, oldinga olxo'ri, boshqa olma daraxtlarimiz dikilashib ketgan. 10 yillab hech kim qaramagan, dikilashib ketgan. Kichkinta bo'lib qolgan, ya'ni qarovsiz bo'lgan ekan, taglariga tushib, butasimon bo'lib o'sib qolgan daraxtlar, chala-chulpa. O'shalar barini olib, keyin bir chekali qilib, inshaalloh niyatimiz bor, bog' yaratish. Bizdan bog' qolsin. Uxojinni nimalar qiladigan bo'lsak yaxshi. Bu tarafimiz mana ko'ryapsizlar, hali qishloqdan chiqmadik. Mana daraxtdan dala ham bor. Podsolnuh ekkan. Bu taraflarga umuman aytsam bo'ladi. Bizda qishloq Saratovskiy oblast, Petrovsk rayon, falonchi qishlog'ida. Endi Eldor qishlog'i deb nom beramiz kelajakda. Eldorboy qishlog'i bo'ladi deb yana. Shunga Penzaning chegarasidamiz. O'zi Petrovsk Penza bilan chegaradosh. Kim nimada ko'rgan bo'lsa, xaritadan ko'rgan bo'lsa yoki kirdi chiqdiga o'tgan odamlar, qozoqqa o'tgan odamlar biladi. Mana shu trassada yonida Penzadan keyin Petrovsk keladi, Saratovskiy oblastida. Azinkiga boradiganlar boshqalar bor-ku. Trassada choyxona ochamiz inshaalloh.
Yana nima demoqchiman? Ufa masalasi ko'tarilganda, Ufada ukamiz, rahmatulloh ukamiz Ufa Государственный universitetda o'qiydi. Ufada o'qiydi o'zi. Ufada o'qiydi, o'zi uni aytib beradi. Yashash endi Saratovda, biz bilan ishlashi Saratovda, shu yerda o'zi ishlaydi. Endi Ufaga ko'chaymi deganda, yon atrofimga kela qolka dedim, yaxshi bolaga o'xshayapti. O'zi ham videomni ko'radi ekan. Alloh umr maqsa bilalashib, qo'ni-qo'shni bo'lib yashab katta ishlar qilarmiz sekin-sekin. Fikrlarimiz bir xil insonlar yig'ilsa, biron nimali bo'ladi. Tarqoq fikrli odamlar bo'ladigan bo'lsa, undaylar bilan yashash, qo'shni bo'lish yaxshi emas. Uyolma qo'shni ol deydi, to'g'ri. Yana bir o'zbek mahallamizga ko'chib kelibdi. U bilan endi tanishamiz, uylarini quryapti. Endi eski uyda olgan-ku, shuni tuplit qilyapti ekan. Hali u bilan biz nima qilmadik, gaplashmadik. Bir kun gaplasharmiz. Mahallada hamma bizni taniydi, biz ko'pchilik tanimaymiz, lekin hamma bizni taniydi. Kecha bir joyga borgan edik, bir qo'shnimizga kirsak, "Taniymansizlar, taniyman" dedi. Shundayda endi. Yonimizda yana bir qishloq, qishloqdan ham o'tamiz. Keyin yo'lga chiqamiz trassaga. Trassagacha 10 kilometr, sekin avvalgi qilsa chiqsa bo'ladi. Ukamiz Ufada o'qiydi, rahmatulloh. Bugun o'zi video rahmatullohga doir bo'lyapti. Biz Saratovda yashaymiz, shu Petrovskda. Nima uchun shaharda ham ko'p videolar olaman. Shaharda ishxonamiz bor, kichkina do'konchamiz bor, videolarimni ko'p ko'rsataman. Kichkina do'konchamiz bor. O'tgan yil chala remont bo'lgan edi, bu yil yana tugatib qo'yishim kerak. Keyin nima ham bor? Kvartira ham bor shaharda. Endi birovning uyi, endi bizga kvartiraga bepulga, odam ishonmaydi, bepulga shu sentrda kvartirani bergan. 6 yildan beri yashaymiz. Shuni uyda kvartirani, haligi kommunalkasini to'ladiydi. O'zimiznikiday bo'lib qolgan. Nimasini to'lasak bo'ldi, kommunalkasi 2,5-3 ming kommunalka chiqadi. Atak bekarga tekin, bepul, besplatno. Ishonish qiyin. Uy odamlarning 2-3 tadan uylari bor. Yonimdagilar kvartirada turadi, o'rislarning o'zlari kvartirada turadi. Bizga bepul bergan sababi tanish bilishda, uning taniydigan inson, olgan insonimiz o'ris, uning yaxshi tanishi o'zimiz akaxon, akaxonning yaxshi tanishi akaxon u ham, keyin biz. Короче, через 33, lekin Alloh hammasini bizga nasib qilgan ekan, bizga nima bo'lgan ekan, biz oldik, yashayapmiz. Sotsang olaman deganman, endi sotishga bilmam. Yer uy, kichkina uy, 150 yillik uy, lekin yashasa bo'ladi. Hamma usloviyasi bor. Shuning uchun shaharda nimada olamiz? Oilam vatanimiz, ya'ni ayolingiz, bola chaqangiz bor joy vatan deydi-ku. O'sha vatanimiz shu Petrovskdagi qishloqda yashaydi, bola chaqamiz shu yerga maktabga boradi. Bu yil hamma joyda podsolnux ekkanda, mana qaranglar. Hamma tarafimizda bu yil podsolnux ekkan. Nima olsak kerak. Oti nima? Kuzda qishloqda mana shuni yog'ini sotadi. Bizning председателimiz o'tib ketdi. Qoldi ko'tarib qo'ydik. Hammasi mashinada yuradi. Menga ham nima oti nima? Niva olgan deydi, chunki hammada Nivada, основной odamlarda Niva. Niva olgan kirib chiqishingga qishda yaxshi bo'ladi deydi. Niva ham nasib qilar. Hozircha arzonroq Tico Nexia Damas, ko'rganlar qilar havas degan reklamadan shu oddiy Nexia'dagi sodda bolamiz biz. Soddalikda bizdan soddasi yo'qdir. Umar roziyallohu anhu aytganday, men nima degan, nimalikda u darajada sodda emasman, meni aldaydigan darajada sodda emasman. Narigi tarafda esa men
aldiydigan darajada emasman dedim. Xullas tilga kelmadi. Xullas shu ma'noda o'rta miyona soddalikda tushib bo'ldik endi. Yetar endi. Shunday azizlar, qishlog'imiz shu. Yana ko'pchilik har joyda biz videolarimiz qirqilgan bo'lishi mumkin yoki gapirayotgan gapda o'chirib yoqib birdaniga mana hozir gapirayotganda birdaniga 6-7 minutlik video qilishim yakka tartibda bo'lsam qilaveraman. Endi boshqalar bilan ukamiz bilan qilganda shunday bo'lib qolsa biz e'tibor bermay qo'yib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Bir ikkitasi millatchilik qilibdi, sen qirg'izga o'xshaysan, o'zbek emassan. Mayli, biz qirg'izga o'xshasak ham rozimiz, qozoqqa o'xshasak ham rozimiz. Tilimizdan sen toshkentlik o'xshamaysan dedi. Toshkent viloyati Quyuchirchiqdanman deb doim aytaman. Toshkent viloyati ham Toshkent ham hammasi bitta joyga kiradi. Tagi o'zini chegaradan nima markazdan nariyog'i Toshkent emas deydigan ahmoqlar bor. Ularga aytarimiz yo'q. Chunki Kurgazor sal keng bo'lishi kerak yoki oblastni ajratadigan odamlar ham chiqyapti SMSlarda. Falon oblast, piston oblast, faloncha, pistoncha, andijonlik aka-ukalarimiz. Sen ham o'zi o'shaqa o'xshaysan. Yaxshi, biz o'zbekka o'xshaymiz. Biz qayerda bo'lmaylik, hammamiz bir-birimizga o'xshaymiz. Shunisi bilan hayot go'zalda. Itga o'xshamasak bo'ldi. Itning ham pasporti bor-ku hozir. Itga o'xshamasak bo'ldi. Shuning uchun itga nima nohaqlik bo'lib ketdi bu yerda itga o'xshamasak. Mana shu, mana bu yog'imiz daraxtzor, mana daraxtzor ketyaptimi? Daraxtzor nimalar ekkan. Bu yoqlar ham daraxtzor. Bu taraflar Penza. Biz shu to'nki chegara tarafdan. Nima uchun chegara tarafdan Penzaga qarab ketayotganimizda o'z salqinlar bo'ladi. Azinki taraflar qurg'oqchilik, yomon yashil joylar kam. Oktyabrga bormasdan o'zi qurib ketadi. Lekin bizda mana ko'ryapsizlar. Endi o'sayotgan o'smalar ham bor. Noyabr oxirigacha salqin bo'ladi, doim aytaman. Videoyim sho'rgacha ko'rgan bo'lsangiz sizga tashakkurlar bildiraman. 12 minut bo'lib ketibdi. Shunday yana tanishib ketaveramiz. Videolarimda o'z ko'p tanishish nimalarim ko'p. YouTube'da asosan faoliyat yuritardik. Videolar qo'yardim. Faoliyat deganda juda odamlar reklama boshqardi. Hali hech kimdan reklama olgan vaqtim bo'lmagan. Reklama olgim kelgan ham yo'q. Hayotdagi bet-metlar taklif bo'lgan vaqtlarda yoki bo'lmasa aviakassalar, boshqa har xil masheniklar, boshqalar bor-ku. Nima uchun masheniklar haqida ham ko'p gapiraman? Chunki bizga ham shu prilojenelar bo'lgan, shular ichiga burun siqib ko'rgan joyimiz bo'lgandan keyin yo'q deganmiz. Birovni aldab, birovni nima qilib reklama qilish niyatimiz ham yo'q, boshqamiz ham yo'q. Aviakassalarda ham g'irt nimalar bor. Bergan puli kopeyka, siz uni keyin quli bo'lib xizmat qilishingiz kerak. Ya'ni har videoingizda kerakmi menga? Endi kitoblarda reklama qilaman, goh-gohida o'zimiz olgan kitoblarda, shu kitoblarda ham aytgancha jonlantirib shu qo'yib qo'yishimiz kerak. Uni xolisda qaysi kitoblarda shu o'zbek adabiyoti, dinimizga doir, ayniqsa Hilol nashrni ko'p aytaman. Chunki o'zimiz brendlarda tekinda emas, shu videoyimiz baribir ham bizdan hech narsa olmayapti-ku. Videoda baribir gapiryapmiz. Hilol nashrda ham nimada Rossiyada turib ham Amazon va Albersdan olsa bo'ladi degan maqsadda aytyapmiz. Biz o'zimiz Hilol nashrdan ko'p narsa zakaz qilamiz. Xudoga shukr, boriga shukr. Kitobni qayerdan olaman deb o'tirmaymiz. Shu Amazonga kirsangiz Hilol nashr bor. Shayximiz turli xil kitoblarni olganmiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday gaplar azizlar. Shu yergacha yana ko'rgan bo'lsalaringiz sizlardan xursandman.